Endi dunyodagi eng qimmat mashina bor edi. Bugun nogironlar aravachasidaman. Hashamatlik uylarim bor. Lekin bugun kasalxonada 2 yig'ma kravatida yotibman. Meni nomim, meni brendim qimmat kiyimlarni, poyabzal va qimmatbaho narsalarni sotdi. Endi-chi, menda 7 ta stilist bor edi. Bugun kunda bitta soch ham yo'q. Men shaxsiy samolyotlarda uchdim. Endi hojatxonaga borishimda yordam kerak. Men eng qimmat hashamdor restoranlarda taomlanishim mumkin edi. Bugun mening taomim tabletkalar. Bir necha tomchi suvlar. Siz sog'lommisiz? Sizni boshpanangiz bormi? Sizni oilangiz bormi? Ishoning siz eng baxtlilardan baxtlisiz. Hamma narsani yo'qotgandan keyin, yutqazgandan keyin qadriga yetmang. Bu satrlarni 40 yoshida og'ir oshqozon saratonidan kasallangan dizayner Kristina Rodriges yozib qoldirgandi. Bor narslaringizni borda qiling.